O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 18-sentyabrdagi 5246 son qaroriga asosan qishloq joylarini barqaror rivojlantirish loyihasi amalga oshirilmoqda. Loyihaning asosiy maqsadi Orol bo'yicha mintaqa hududlarida ekologik holat, infratuzilma obyektlarini yaxshilash mo'ljallangan. Loyihaning umumiy qiymati $338 million tashkil qiladi. Shundan Islom taraqqiyot bank mablag'lari $200 million, OPEC xalqaro taraqqiyot jamg'armasi $75 million, Birlashgan Millatlar taraqqiyot dasturi grant mablag'lari $3 million. O'zbekiston Respublikasining ulushi qariyb $60 million. Loyihani amalga oshirish davri 2021-2025 yillarda etib belgilangan. Loyihani boshqa loyihalardan farqli tomoni, qishloq aholisi birlamchi va dolzarb muammosini o'zi belgilaydi. Aynan aholi tomonidan tanlangan ijtimoiy va infratuzilmaga oid obyektlarda maktab, maktabgacha ta'lim, tibbiyot muassasalari, infratuzilma obyektlarida qurish, rekonstruksiya qilish va kapital ta'mirlash ishlari amalga oshiriladi. Hozirgi kunda Birlashgan Millatlar taraqqiyot dasturi hamkor sifatida qishloq joylarini barqaror rivojlantirish loyihasi bilan birgalikda ishlarni amalga oshirmoqda. Loyihani amalga oshirish davrida jamoat safarbarligi bilan bog'liq ishlarni qo'llab-quvvatlash bo'yicha loyihada hamkor etib belgilangan. Shuningdek, 2022-yilda 78 ta mahallada jamoat safarbarligi ishlari yakunlangan bo'lib, bugungi kunda birlamchi va dolzarb sub loyihalar yakunlanmoqda. Bunda ijtimoiy va infratuzilmaga oid obyektlarda qurish, rekonstruksiya qilish va mukammal ta'mirlash ko'zda tutilgan. Xo'sh, jamoat safarbarligi o'zi nima? Nima uchun kerak? Birinchidan, davlatimiz rahbari tomonidan olg'a surilgan inson qadri uchun g'oyasini hayotga tatbiq etish orqali olis qishloqlardagi aholini qiynab kelayotgan ijtimoiy va infratuzilma bilan bog'liq muammolarni aniqlash, ustuvorlarni belgilab olish va kelgusida hal etish. Ikkinchidan, dastlab loyihaning boshlanishida jamoat safarbarligi bo'yicha mutaxassislar jalb qilingan bo'lsa, endilikda har bitta hududda Birlashgan Millatlar taraqqiyot dasturidan 3 nafar doimiy xodim va 1 nafardan muhandis injenerlar biriktirildi. Mahallalarda 3 ta toifada ko'ngillilar guruhlar tashkil etildi. Shuningdek, tuman hokim boshchiligida loyiha doirasida tuman ishchi guruhi tashkil etib olindi. Umuman olganda Islom taraqqiyot banki va OPEC xalqaro taraqqiyot jamg'armasi hamkorligida qishloq joylarini barqaror rivojlantirish loyihasining pirovard maqsadi davlatimiz va jamiyatimizning barcha soha va yo'nalishlarida inson qadri uchun g'oyasini hayotga tatbiq etishni nazarda tutadi.